Obyektimizga ham yetib keldik. Bu yerda ikkita katyol qo'yilgan. Mana bu katyol samotokka ishlayapti. Tepada расширительный bachok. Xo'p, buni stiklovata bilan o'rab izolyatsiya qilishgan, teplopatteriya bo'lmasligi uchun. Xo'p, mana bu katyolni bu necha kvadrat topli polga qo'yilgan, aka? Bu hozir necha kvadrat? Bir 200 kvadrat bormi? 200 kvadrat bor. 200 kvadrat topli polga qo'yilgan. Okalar, bunaqa katyollarni o'zi topli polga qo'ymaydi. Iloji boricha 200 kvadrat topli polni tortmaydi. To'g'ri, 200 kvadratli katyol deyiladi, lekin bu 200 kvadrat topli polni tortib beradi degani emas. 200 kvadratga iloji boricha 500 yo 600 kvadratli katyol qo'yaveringlar, zapas bilan olib. Mana bu joyimizga hozir bizni 200 kvadrat topli polga 500 kvadratli katyolni qo'yamiz. Mana ichida ko'ryapsizlar, 37 ta 32 talik truba o'tgan hamda hozir tek qismini o'girib ko'rsataman. Mana katyolimizni tek qismiga 7 ta 6 ta 7 ta 6 ta qilib 26 ta 20 talik truba terilgan, 4 qator qilib. Mana shu katyol xudo xolasa 500 kvadratli joyi normalniy isitib beradi. Bu hozir biza 500 kvadrat bo'lgani bilan 200 kvadrat topli polga qo'yamiz.